Assalomu alaykum do'stlar. Bugun qo'ldan kelgancha aboy kililash haqida ma'lumot beraman. Men bilgan eng yaxshi kililardan biri mana shu Quality mana shu kili Spets Frezeren. Har xohlagan aboyga to'g'ri keladigan kili. Kililangan joyimiz mana shu yer. Kililash usullari xo'p, men aytadigan bo'lsam, mana ulama joy mana pastdan ko'rsa bo'ladi, ulama joy mana. Endi ko'rinadi. Topib olgandan keyin ko'rinadi. Manaki ulama joy mana. Deyarli bilinmaydi, izlasa topiladi. Uzoqdan umuman bilinmaydi. Demak, kililash uchun asosiy stikni aboyni ko'p cho'zmaslik kerak. Gulli aboy bo'lsa, aboyni ko'p cho'zsa bittasi korotka, bittasi uzun bo'lib, guli bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Mana shuni yarimi ikki tomondan turibdi. Mana buni ham yarim ikki tomondan turibdi. Xullas kalom, aboyni ko'p cho'zmasdan o'z kodiga yopishtirish kerak. Sal kililab tortib bo'lgandan keyin sal ochiq qoladigan bo'lsa, demak bunday urib olib kelinadi aboy. Burchak qanday bo'ladi? Burchak joyida agar devorning burchagi to'g'ri bo'lmasa, burchakda ulasa bo'ladi. Bir xil aboyda ham burchakda ulasa yaxshi bo'ladi. Qiyshiq burchaklar bo'lsa, to'g'ri burchaklar bo'lsa, mana bunday zavozga o'tkazib ketsa bo'ladi. Zavozga o'tkazib ketsa bo'ladi. Qiyshiq burchak bo'lsa, endi bizda gulli burchak mana shu yer ulangan. Demak, burchakni ulash bu aboyda birinchi yopishtirgan aboyda 0,5 santimetr bu tomonga o'tkazib kesamiz. 0,5 santimetr bu tomonga o'tkazib kesiladi. Bu ham xuddi shunday o'tkazib kesilgan. Mayli, bu yoqni ko'rsatmaylik, mana bu yoqdan olib ko'rsatadigan bo'lsak, mana 0,5 santimetr o'tkazib kesilgan va bu yoqdan kelgani mana bu burchakdan o'tib turibdi. Mana bu burchakdan o'tib turibdi. Bu ikkinchi kililangan to'g'ri burchakdan kesiladi va burchak ko'rinmaydi. Sababi bu 0,5 santimetr bu tomonga o'tib turgani uchun. Mana burchak umuman ochiq bo'lmaydi. Gulli aboy 0,5 santimetr bu tomonga o'tib turgani uchun. Ikkinchi aboyda burchakkacha qo'yib kesiladi. Endi stiklarda kililagandan keyin kili chiqib qoladi. Kili chiqib qolsa, kili qiladigan shpatel bilan tortishdan oldin latta bilan stikni artib, keyin aboy kili bilan tortamiz. Aboy kili bilan tortiladi. Demak, kililash qanday bo'ladi deyilsa, ulama joydan burchakdan boshlaymiz. Burchak o'rin bo'lgandan keyin lazerga qo'yish shart emas. Burchakdan 0,5 santimetr chiqarib, tomonga burchakdan tortamiz. Burchakdan tortgandan keyin o'rtadan shpatelni yurg'izamiz. To'g'ri yopishdi. Lukka yopishtirmasdan faqat bir tomonni yopishtirib olamiz. To'g'ri bo'lgandan keyin o'rtadan shpatelni tortamiz. Havosini chiqarib yuboramiz va o'rtadan yarmini tepa tomonni 45 gradus burchakka qarab turib tortib boshlaymiz, tortib tashlaymiz va o'rtadan pastga ham 45 gradus qilib burchakka qarab tortib tashlaymiz. Hozir bir qo'l bilan ko'rsatib, bir qo'l bilan ishlab bo'lmaydi. Bir o'zimligim uchun shunday ko'rsatyapman. Mana bu yerda nima qilamiz? Mana yerda sal lishni chiqarib qo'ydim.
sababi keyingi aboy kelib shuni ustiga chiqadi. Ustiga 4 santimetr chiqadi. Ustiga 4 santimetr chiqqandan keyin bir-birini ustiga minib qolgandan keyin o'rtadan bu tomonini 2 santimetr, bu tomonini 2 santimetr qoldirib, o'rtadan shpatilni qo'yib kesamiz va buni tagidagini ham olib tashlaymiz. Buni ham keyinroq ko'rsataman. Demak, shunday qilib tepani kesishlari shpatil qo'yib kesiladi. Tepani tiyagan tuvdan kesish uchun shpatilni past tomonidan tirab turib qo'yib, tepa tomon bilan kanselyarni pichoq bilan kesib tashlaymiz tepasini. Kleyni tayyorlash bu yerda yozilgan 4,5 litr deyilgan. 4,5 litr emas. Men shaxsan 6-7 litrlarga tayyorlayman. 6,5-7 litrga tayyorlayman kleyni. Kleyni ko'rinishi, suyuqligi ham uncha suyuq emas, juda ham quyuq emas. 4,5 litrga ancha quyuq qoladi, u aytilgan kvadratga yetmaydi. Aboyni ham devorga, kleyni ham devorga, ham aboyiga surtamiz. Ham devorga, ham aboyiga surtsa, kleyni aboyni yopishtirgan payti noto'g'ri ketgan joyda siljitish imkoniyati bo'ladi. Qachonki devorga ham, aboyga ham kleyni surtsak. Agar faqat devorga surtadigan bo'lsak, yopishtirgandan keyin qog'oz kleyga yopishib qoladi, keyin siljitish juda qiyin bo'ladi. Yana qo'parib olib, qaytadan to'g'rilab yopishtirguncha surtgan kleyingiz qurib qoladi, keyin yaxshi ushlamaydi. Qisqacha ma'lumotlar aboy to'g'risida shu. Burchaklarni endi qanday kesishlar, ularni ko'rsatish uchun yordamchi kerak. Menda yordamchi yo'qligi uchun mana shunday ko'rsatib qo'yaman. Men buni burchakdan boshlaganman. Agar burchakka tugaydigan bo'lsa, mana bu burchakdan boshlab bu yoqqa lishni chiqib qolgan. Bu chiqib qolganda ham pichoqni bu yoqqa o'tkazib turib, xullas 45 gradus qilib turib kesiladi. Pichoqda bir tomoni devorga tegizib turib. Va shundayga to'g'ri ketadi. Sog' bo'lasizlar. Qancha qisqa qilaman desa-da, vaqt ko'p ketdi. Kleylagandan keyin shunday kesib ketmasalar, topish ham qiyin bo'lib qoladi. Mana shu yerda bizning rozetkamiz qolib ketgan. Endi qo'l bilan siypalab turib topib chiqish kerak. Bittasi mana